Xitoy hukumatı Amerika va ba'zi g'arb parlamentlarining Uyg'urlarga erkiy qirg'inchilik qilayotganligini e'tirof qilishga taqobil turishda Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zlash harakati boshlab, o'zlariga do'stona deb qaragan chet el axboroti va diplomatlarni orqa-orqadan Uyg'ur rayonida ziyoratda bo'lishga uyushtirib kelayotgan edi. Al Jazeera kanalining 2 yanvar e'lon qilgan xabarda ko'rsatilishicha, Xitoyning Xinjiang hikoyasini so'zlash harakati do'stona axborot va diplomatlarni nishon qilgan bo'lsa-mu, lekin uning harakati doim uning kutganidek natija bermagan. Buningga hamma kishi qoyil bo'lib ketmagan. Maqolada Alban millatidan bo'lgan Kanadalik tarixshunos va jurnalist Olisi yozuvchining ilgari Uyg'ur rayonidagi kishilik huquq dafsandichiligiga doir xabarlarni G'arbning yolg'onchiligi deb qaraydigan kishilardan bo'lsa-mu, lekin uning 2019-yil 8-oyda Xitoy hukumatining o'rinlashtirishi bilan Uyg'ur rayonida ziyoratda bo'lishidan keyin qarashining butunlay o'zgarganligi ta'kidlangan. Xabarda o'tgan yili 12-oyda Pokiston Ittihod axborot guruhining kundalik gazetining ijroiya direktori Moiz Faruq, Pokistonning Peshawar shahridagi Xitoy ko'zniki institutining mudiri Naz Parvin qatorliqlarni ziyoratga o'rinlashtirib, ularning maqtashiga erishganligi alohida ta'kidlangan. O'tgan bir necha yilda xalqaroning Uyg'urlar masalasi haqidagi tanqidi va bir qism jazo tadbirlari izchil har qaysi axborot vositalaridan keng yer ilib kelganligi ma'lum. Bu xil sadolarga qarshi shaklda yaqinqi mezgillarda Xitoy hukumati o'ttirg'i chiqargan tadbirlarning bir qismi Xinjiangdagi baxtiyor va inoq jamiyatga beg'ishlagan turli tashviqotlar bo'lib kelmoqda. Shuning bilan birga o'zlarining Uyg'ur diyoridagi taraqqiyotining turli misollarimi buningga masalda o'ttirg'i chiqmoqda. Yana shu xildagi misollarning biri qatorida bir necha haftadan buyon Xitoy hukumati Uyg'ur diyorida 2023-yil noyabrga qadar bo'lgan oraliqda 456 ming kishining o'xshamagan kasblar bo'yicha ishga o'rinlashtirganligini tilga ilib o'tmoqda. Janubiy Xitoy sahar pochtasining 1-yanvarda xabar qilishicha, Xitoy jiddiy ahvolga taqobil turish qonuniga tuzatish kirgizishni planlagan bo'lib, bir qism kishilar Xitoy kommunist rejimining taratqullarining ofat va hodisalarni xabar qilishga texmi ko'p cheklama qo'yishi mumkinligidan andish qilgan. Atalmish Xitoy Xalq qurultiyi e'lon qilgan jiddiy ishlarni bartaraf qilish qonunining tuzitilgan nusxasida ziyorat qilib xabar to'plash va doklad qilish sistemasi barpo qilishni o'ttirg'i qo'ygan bo'lsa-mu, ammo buning nima ma'noni bildirganligi to'g'risida tafsiliy tushuncha bermagan. İran Davlat televiziyasi İran inqilob muhofizatchilari tarmog'idagi Quddus qismlari qo'mondoni Qosim Sulaymonning 2020-yil 3-yanvar Amerikaning Bag'doddagi hujumida o'ltirilishining tunji xotira yili faoliyatlari o'tkazilgan yo'lda orqa-orqadan 2 portlash yuz berganligini xabar qildi. Portlashda 103 kishining o'lganligi va yuzlarcha kishining yaralanganligi bildirildi. İran Davlat televiziyasi portlashlar terrorlik hujumi ekanligini uqtirdi. Yaponiyada yuz bergan aeroplan so'qilib ketish voqeasida aeroplan xodimlarining kasbiyligi va yo'lovchilarning tamkinligi ofatning oldini oldi. Aeroplandagi 379 kishining 18 minut ichida sog'-salomat tarqoqlashtirilganligi dunyoning diqqatini tortdi. Egilishicha, Tokiodagi Haneda aerodromining uchish yo'lida yo'lovchilar aeroplani bilan dengiz qirg'ig'i muhofizat aeroplani so'qilgandan keyin 100 dan ortiq navbatchi aeroplan amaldan qoldirilgan. Voqeada harbiy aerodromdagi 5 odam qazo qilgan. Lekin yo'lovchi aeroplandagilar o't dengizdan sog'-salomat qutqizib olingan.